Bala tug'alaydigan Ali ismli mushu jinsi er bo'lgan bir Uyg'ur baladan birisi paydo bo'lib qoldi. Tabi kallanının dədvamı sizinki. Mana bu tordaki nomus qilmaydigan odam sodugiri. Bu Ali agar bala tug'anmay qolsa, 100%lik bala o'g'risi yoki mushkul usuldan foydalanib, baliq ehtiyoji balani aldab pul topadigan qo'ymichidan birisi. Bu filmga yurak bilan tavsiyani besibtang. Bala o'g'risining abdi bashasini butun xalqqa oshkorlayli. Zaharlik muxorga sotadigan xotinning gipi tugmay turgan vaqtida bu xanakkuy zo'lab turib bu o'chiratga o'zi kirib oldi. Avval bu kayib qilib yurgan xanakkuyning gipini anglab beqinglar. Qarmaydiki qizg'on hemen bek olay deydigan do'stlarimiz bo'lib qolsa, shu ayrimxonamga telefon nomerini oldirib qo'ysanglar bo'ladi. Mening mushpingimni tushirib, rasmini o'xshash qo'yib, ismini o'xshash qo'yib, men chiqargan shpingni tushirib, işte chiqarib qilayotgan ikki jonxona hisobda to'nglatgan bo'ldik. Juma men emasmi fuqaroq anonikan paranglashinglar. Juma ovozimdan to'niy olaysizlar qachon. Bu aldamchiga necha yil bo'pti. Mushtaq bala bekishni xohlaydiganlar meni izdanglar deb to'rda qo'yimchilik qilyaptili. Bugun ertaga meni bir to'pga akirib qo'ydi. Osh to'pning o'zida oldinib ketgan odam soni 60 necha ekan. Bayamki filmning oxirgi gaplariga diqqat qilinglar. Bu aldamchi boshqalarni aldab bo'lgandan keyin boshqalar mening filmimni ishlab sizlarni aldabdi deb xalqni yuyitib bu ishni yo'qotmoqchi bo'lyapti. Endi bu aldamchining boshqalarni o'zining undori qo'shgandan keyin qanday qilib turib boshqalarning pulini aldaydiganligining birinchi bosqichini anglab beqinglar. Men telefonim bilan to'g'ri oldim, bir qaraydim. Tizimlash bo'lsa bilamsiz. 199 tizimlash bo'lsa. Mana ama bicho pulva 381 koy. Balning masalan butun narsa avatib bergan gap sizga. Balning anasida kasal bormi yo'qmi? Ondan keyin bala qandaroq uzuqlik yetishyotamdi yo'qmi? Bu aldamchining ovozimi ashu zahar chekadigan xanakkuylarning ovozi bilan o'xshash holatda xung chiqadi ekan. Tizimlash haqqi, tekshirish haqqi desa, mushuninga ishini pul berganinglardan bek hayron qoldim. Birinchi bosqichda aldab bo'lgandan keyin, ikkinchi bosqichda yana bir aldaydigan plani bor ekan. Buni anglab beqinglar. Sizlar nechinchilar tizim oldigan to'g'lan. Buni beqavat bo'ldi aka. Az telefon nomeringizni aytib bering, nechinchi xatodarsiz. Endi bek oldirayman deb qolsangiz 600 ga o'tadi. Men 10 ming chekirib edim. Zamanında aldığım sürülüsler diyen gap. Sürülsanız kiren evet, ben siz kirdi, bana uçup çıkarsam siz kodullar verdiğin gap. Çanınız mı haka? Siz hem o 7. qatada gensiz cuma haka. Siz tizim kaldığında 40 neticeden bakın top. Hem de o 7. qatada kepsiz. Hem onun için ötüyelim. Mağatırak el buludu. Cuma. Haka, hem aldığı sürdük diyen takdirme şu 8'nin içine ekirip koyalıyım. 1100 degan pulga bo'lmay qolib qolsam shu 640 koy to'lab 10 ming kirsangiz bo'ladi. Bütün Şinjandagi mushu bolasini tashlab turgan odamlarning hammasi bu zahar chekadigandak gap bo'lgan mushu xanakuyni izlab mushuning bolasini berilgan o'xshamanda. Texi ko'proq pul itib, orqish qilsa, mushu bolalarni beradigan suratini tezlidi ekan, oldiga surib qo'ydi ekan. Boshqalar bularni aldamchilikni bilib qilib pul olmasa, xapolaydigan filmini qo'yib beray. Tabi kallanının dədvamı sizinki. Buna balı beqoladigan adam ravrus maslahat qilib o'ylashib, ondan telefon nomerini qoldirib qo'yinglar, ayrimxonamga da'atima. Ma balı beqoladigan do'stimiz bo'lib qolsa, ama ayrimxonamga qo'shib qolay. Nihoyat yaxshi o'ylashib, maslahat qilib ondan qoldirib qo'yinglar dedim. Bulamda Oqsuda qo'shqo'ga 9 oylik bo'lgan. Ya'ni bir hafta eshib kelsa 10 kundan keyin tug'ilgan bola mirsi va Ma Ali degan xanakuy bilan ayoli chiqinglar. Badininglarga mushu vinshin qilib gul chektirib olsanglar, o'zinglarni mush qarguruqdek, o'zinglarni bek no'ch odamdek his qilibsizlar. Bu Ali degan xanakuyning o'zini lukchak chog'lam degan desam, ayoldan tayoq yegan filmlarini mushu do'yinga yo'llash orqali mushundan huzur oladigan bir xuyi bor ekan. Oynayma, yaşayma. Ne yaşaysa, ne oynaysa. Muşunda eski muşta. Oynağına. Kimne aytaq, kimne aytaq qildi. Ma er xotin ikkanglar gapimni yaxshi anglash. Sizlar qonunni ko'zga ilmay turib, to'rda ochiq oshkora holatda odam bidikchilikka qilganliklaringa to'yib ketisizlar. Men sizlarni cho'qin qonun organlariga topshirib beraman. Albatta mening bu filmimni nurg'unlagan qonun o'rni ishlayotganlar ko'rdi. Sizlarning ko'rdigan kuninglar endi keldi. Bu degan bir qipqizil aldamchilik, mushundaq zaharlik chekinlik chekib olganda yuradigan xanak, mush axlat bo'lgan jamiyatning chuprandilarining gapiga qat'iy ishonmanglar. Bu filmni ko'proq tarqitib yurak tavsiyani besib qo'yinglar. Bala bekvog'imiz bor deb qonunsiz ishlarga aralashib qolmanglar. Qalayimkan mushtaq axlat odamlarga pul itib berib qo'yib, o'zinglar cho'ng bir baloga qolganmanglar.